Assalamu alaykum savodoshlar. Bugun o'rganmoqchi bo'lgan mazmun har xil amallar. Odatda programma yozgan vaqtimizda nurg'unlagan uchurlarni qabul qilganmiz. Bularni o'zgarish miqdori orqali ifodalab, uning mos bo'lgan ma'lumot tipini bekitib, aniqlaydi ekanmiz. Undaqda har qaysi o'zgarish miqdorlari orasida har xil amallarni bajarish to'g'ri keldi. Masalan, sonliq qiymat bo'lsa, uning nisbatan har xil arifmetiklik amallar, masalan, qo'shish, elish, ko'paytirish degan o'xshash. Biz bugun shunga oid mazmunlarni o'rganamiz. Odatda sistema ta'minlagan har xil amallar 4 cho'ng turga bo'lindi. Buning birinchisi arifmetiklik amallar, ya'ni hisoblash tipidagi amallar. Ikkinchisi harf belgi tizmisi amallari, ya'ni harf belgilarni o'zaro ulash, shunga o'xshash, ya'ni qo'shish degan o'xshash har xil amallar. Andan keyin munosabat amallari, logikalik amallar va xon amallari. Biz oldi bilan bir qadar muhim bo'lgan birinchisi arifmetiklik amallarni ko'rib boqaylik. Buning ichidagi bir qancha amallarni biz amaliyotda oldingi soatdagi misollar orqali ishlatib bo'ldik. Masalan, ko'paytirish, bo'lish degan o'xshash. Endi buning birinchisi daraja ko'tarish. Buni odatda mush belgilar ifodalaymiz. Ya'ni kunub taxtasidagi oltiningki ustidagi belgi shu. Ya'ni shiftni besib turib, oltini bassak bu belgi chiqadi. Daraja ko'tarish. Mana bu 3 ning ikkinchi darajasi degan gap. 3 ni 2 qatim ko'payt degan gap yoki. Undaqda buning natijasi 9 bo'ladi. Astidagisi ko'paytirish, bo'lish. 4-inchisi butun bo'lish. Ya'ni 6 ni 4 ga bo'lsak, birdan bor, ya'ni butun qismini olamiz degan gap. Butun bo'lish. Bumi ba'zi joylarda nihoyat ko'p asqatadigan amallarning birisi. Keyingisi mod. Qoldiqni tepish. Ya'ni 5 ni 4 ga bo'lsak, qoldiq 1 ga teng bo'ldi. Buni yozgan vaqtimizda 5 mod 4 deymiz. Agar 6 mod 4 degan bo'lsak, birdan baq miyaga qoldiq 2 qolatdi. Shunga agar 6 mod 4 desak 2 deb chiqadi. Bu bo'lsa qo'shish va elishdan iborat. Ikkinchi harf belgi tizmisi amali. Buningda 2 amal bor. Buning birinchisi ulash belgisi, ya'ni 2 ifodani o'sha harf belgisi sifatida o'zaro majburiy ulaydi degan gap. Bu yerda qo'sh belgisi bo'lsa, agar ikkilisi san bo'lsa, undaqda bularni qo'shidi. Agar san bo'lmasa, bularni ulaydi. Masalan, A1 degan o'zgarish miqdorida 9-oyning 24-kuni, A2 degan o'zgarish miqdorida Qurbon hayit degan harf tizmisi bo'lsin. Undaqda A1 ulaymiz A2. Buning roli nima bo'lsa, birinchi o'zgarish miqdoriniki A1niki qiymati bilan ikkinchi bo'lgan o'zgarish miqdor A2 ni o'zaro ulab A3 ga beramiz degan gap. Undaqda text box bilan text xosliqqa A3 ni bersa, undaqda ekran ko'rinigini 9-oyning 24-kuni Qurbon hayit degan bu xat ko'rindi. Demak, ikki harf tizmasini bir-birisiga ulaydi degan gap. Masalan, A1ning qiymati tuangidek bo'lsa, ulash belgisini ishlasak, buni majburiy ulaydi ekan. Buning hech qanday masala yo'q. Bularniki qo'sh beshinchi yozmaganlar odatda sonlarni bildirdi. Qo'sh beshinchi bo'lsa, harf tizmasi bo'ldi. Bular mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar ikki harf tizmasini ulaydi ekan. Lekin qo'shib bilan ishlatgan chog'da desa, agar har ikkilisi son bo'lsa, buni qo'shib chiqirdi, masalan 126 degandek. Agar birisi son, birisi harf bo'lsa, o'xshashlar buni songa almashtirib o'tib, undan keyin qo'shidi 126 deb. Agar lekin buningdek bo'lsa desa, buni songa aylantiray desa, buning tarkibida harf ekan, aylantira olmaydi, xatolik chiqadi. Shunga harf belgini o'zaro ulamoqchi bo'lsak, biz ulash belgisini ishlatishimiz kerak. Shunga taklifim, agar qo'shilg'a o'chib qolsa, eng yaxshisi o'zgarish miqdorini biz butun son tipli, ya'ni sonliq qiymat tipidagi o'zgarish miqdori qilib aniqlab, andik ularni qo'shamdiq, alamdiq yoki ko'paytamdiq, boshqa arifmetiklik amallarni bajarsak bo'ldi. Harf tizmasi shu desa, imkon bor mush ulash belgisini ishlatsak yaxshi. Chunki biz harflar orasida biz har xil ko'paytirish bo'lish amallarni bajarmaymiz, faqat harflarni o'zaro ulaymiz. Munosabat amali. Odatda munosabat amali shu solishtirish amali degan gap. Odatda bunda shu o'xshash turdagi ikki ifodaning qiymatini o'zaro solishtirdi. Undan keyin chiqqan qiymatni rost yoki yolg'on, qurildi yoki qurilmadi, 0 yoki 1 degandek mutlaq ikki xil holatga almashtirib berdi. Masalan, A B'dan cho'ngmi, 4 7dan kichik, qo'sh
peşçide AB, qo'sh peşçideki ABC'den kichik degan qo'shimchalarning hammasi nihoyat o'lchamlik bo'lgan yoki qoidalik munosabat ifodasi hisoblanadi. Undaqda bu yerdagi selishtirish odatda tang, eng oxirgisi diqqat qilingan tang emas degan gap. Ondan keyin cho'ng, kichik, cho'ng yoki tang, kichik yoki tang degandek shundaq bir qancha turlik bo'ldi. Undan boshqa yana like, o'xshaydigan degandek, o'xshab qoladigan degandek amal belgisi. Bu mu harf tuzilmasini ishlagan chaqda biz solishtirgan chaqda buni ko'proq ishlatamiz. Odatda shu munosabat ifodasini yozgan vaqtimizda birinchi ifoda, ikkinchi ifoda buning orasiga shu munosabat amalini ishladik ekanmiz. Bu amallar odatda shundoq cho'ng, kichik yoki tang degandek yuqorqi amallarni xohlagan birisi bo'ldi ekan. Buning qiymati rost yoki yolg'on degan ikki xil qiymatniki birisi cho'qim qaytadi ekan. Masalan, bu misol qaraydigan bo'lsak, kichik yozilgan ABC bilan cho'ng yozilgan ABC. Agar buni ingliz o'qish to'g'ri kelsa, bu misol qaraydigan bo'lsak, buningda kichik yozilgan ABC bilan cho'ng yozilgan ABC ikkisi tangmi deganda, bu tang emas, false, yolg'on degan gap. Hamda 2 3 dan kichik deydi. Biz mana ishlatdik kichik degan mal. 2 3 dan kichikmi? Kichik, ya'ni rost. Buni qaytgan qiymat rost bo'ladi. Hamda like-ni ko'rib boqaylik. Bunda harf tuzilmasi shunda mos keldimi yo'q, tepildimi yo'q deganga javob berdi. Buning qiymatimi rost yoki yolg'on. Undaqda ABCD degan harf tuzilmasining ichida shu CD degan ikki harf bormi yo'q degan gap. Ya'ni like o'xshaydigan degan gap. CD deganniki oldiga bir yulduz, keyiniga bir yulduz qo'ysak, oldidagi xohlagan harf bo'lsin bo'laverdi. Keyingi xohlagan harf bo'laverdi. Faqat o'rtada CD arq-marq kelsa bo'laverdi. Undaqda ABCD degan harf tuzilmasida CD degan ikki harf belgi bor. Shuning uchun buni qaytgan qiymat true, rost bo'ladi. Undaqda biz misoldan birini ko'rib boqaylik. Sekund berilgan bo'lsa, soat, minut, sekund shaklida ko'rsatinglar deydi. Ya'ni biz odatda shu VCD, DVD apparatlarda film ko'rgan chaqda odatda mustaq vaqtni biz odatlangan soat, minut, sekund formatida ko'rsatadi. Masalan, 10 ming sekund berilgan bo'lsa, bu 2 soat, 40 minut, 46 sekund bo'ldi. Buni zodi qanday aylantiramiz? Undaqda biz bay o'rgangan amallarni ishlatib bu masalani hal qilsak bo'ladi. Undaqda text boxdan birini aniqladim. Bu yerga shu sekundni kirgizamiz. Anandan keyin knopkadan yana birini ishlatdim. Buni biz bosganda shu text box bir kirgizgan natijani izolab chiqib berish kerak. Buning natijasini labelga chiqarsin. Unda bo'lsa biz text boxdan xasligi biz bevosita ko'znak orqali, xaslik ko'znak orqali 10 ming degan baliq. 10 ming sekund. Unda knopka birini bosgandan keyin buni bizningki odatda ishlatilgan shu soat, minut, sekund degan format bo'yicha ko'rsatib bersin. Ya'ni biz oldindan o'zgarish miqdorlarini aniqlashimiz kerak. Oldindan biz shu kirgizmoqchi bo'lgan sekundni qabul qilgan bir o'zgaruvchi miqdorni aniqlaylik x. Buni text box birdan oladi. Undaqda 10 ming sekund deganda shu text box birga kirgizib bersak, undaqda bu knopkani bosgandan keyin text box birdagi qiymatni x ga berdi. Undaqda biz buni bir taraf qilib bo'lgandan keyin shuningga mos bo'lgan soat, minut, sekund degan o'zgarish miqdorini aniqlab, shuningga qiymat yo'lashimiz kerak. Unda biz dim age as integer. Hozir men soat, minut, sekund deb 3 ni aniqlab olay. Bunda bo'lsa, hamda bu yerdagi sekundni nimaga tang bo'ldi desa, x ni 3000 yo'q. Undaqda bu yerdagi soat nimaga tang bo'ldi desak, kirgizgan x ni 3600 sekundga bo'lsak, soat chiqadi. Masalan, 3600 kirgizgan bo'lsak, 1 soat deb chiqish kerak. Endi biz hozir 10 ming sekundni kirgizgandan keyin buni albatta bu
bu 1 saat, 2 saatdan ortiqroq san chiqadi. Undaqda buning minutni qanday erishimiz? 2 diqqat qilinglar, 60 ga bo'lib mod 60. Yana bu yer deganimiz x ni 60 ga butun bo'limiz minutga erish uchun. Butun qismini andakin 60 ga bo'lib, uning qoldiqini topamiz. Shuning bilan biz minutga erishimiz. Undaqda sekund nimaga teng bo'ldi desa, kirgizgan sekundni 60 ga bo'lsak, eshib qolgan san shuniki sekund bo'ldi. Undaqda men label 1 ning tekstiga men buni o'zbek chiqaray. Undaqda h bu yerdagi bu belgidan keyin rolni hozir tushuntirib qo'yaman. Bu minut bo'ldi. Bu yerdagisi sekund bo'lishi kerak. Oldindan programni ijro qilib ko'rib boqay. Onun demek bu 3 saat 46 minut 40 sekund deydi. Demek bu yerda sal xatolik bordek turdi. Sababini ko'rib boqayli. Chunki men bu yerda 3600 bo'lgan chaqda butun bo'lishim kerak. Mundaq yan to'sizlikqa. Anandakin to'g'ri chiqdi. Chunki 1 saat 3600 sekund bo'lsa, u 10 sekund cho'qim 3 soatdan kichik chiqish kerak. Mana 2 saat 46 minut 40 sekund. Undaqda biz kompüterda har xil muzika anglaydigan yoki kino ko'radigan bir qo'yg'ishni laylagan vaqtimizda odatda vaqtning formati biz odatlangan mustaq 2 soat 46 minut 40 sekund deb bunda chiqsa bizga sal yaxshi bo'ldi. Endi bu yerdagi o'zgarish miqdorlarini sizlar bilan qo'yib bilasizlar. Bu yerdagi yangi mazmun ma belgi shu. Ya'ni x ni yan to'sizlik degan gap butun bo'lish bo'ldi. Masalan 14 ga bo'lsak, boy degandek 2 chiqadi. Anandan keyin bu yerdagi x ni 60 ga butun bo'lib, anandan keyin yana 60 ga bo'lgandagi qoldiqni topsak, undan keyin minutga erishimiz degan gap. Sekund degan gap shu x ni 60 ga bo'lgandagi qoldiq, shu sekund shu, demak 40 sekund. Buni odatda biz kompüterda ma'lum bir soatni sanaydigan yoki vaqtni sanaydigan shundaq bir kichikina bir programmamizga vaqtimizda bu narsalar bakma muhim ishlatildi degan gap. Logikalik amallar va xon amali. Men buni keyin shartli cho'lni so'zlagan chaqda tafsil tushuntirib qo'yaman. Bugungi darsimiz mushakchi bo'lsin.